Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibetul muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Ves salatu vesselamu ala resulih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim ve ihdina ve veffikna ila'l hakki ve ila tariqil mustakim. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz bugün okumakçı olan dersimiz ey degan muşu mavzuda okudu. Ötken hafta kegep to'xtab qolgan yerimiz mushu edi. Alloh subhanahu va taoloning fazli ihson iltifoti bilan mushu yerimizni davom qilib ketamiz. Musannif deydi bu haqda. ولا تضف لمفرد معرف أي وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأجز وخصوصا بالمعرفة موصولة أي وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل به الكلام. Deydi bu hemisi şu eyge alakadar beytken bu üç beytle. Musannif deydi bu lazım izap kılmagan. Bu eyni mufrat muarrab üçüncü izap kılmagan. Onu izap kılmaydı o deydi. Ha? Eğer o eyni tekrar kılıp kalsan mayl vakt izap kılsan mayli deydi. Yani demek bu mu izapatını lazım tutan isimlerinin katarını deydi. Da? Bu ey. Bunun mufrat marifiga izap kılınmaydı o deydi. Lekin tekrar kelse buludu ki. Vaqt izah qilish bo'ladi ekan. Masalan, qanday desa, ala tasaluna an-nasa ayyi va ayyukum g'adatan iltaqayna kana khayran va ikrama degandek. Mashada ayyi va ayyukum. Ayyi deb ay yoy mutakallim izah qilindi va ayyukum zamir jam muxotab izah qilindi. Bu yerda izah qilinish sabab bu yerda ay orqamar takror topqanlik uchun. Ey tekrar tapqanlık için buna o'xshash ma'rifaga ayyi yani mutakalliman ma'rifa ayyukum zamir muxotab jama bu ham ma'rifa zapqinib qolib qoldi. Sabab nima desa takror topqanlik uchun. Agar takror topqab qolib qolsa izoh qilsangiz bo'ladi deydi. Yoki avtanul ajza yoki u vaqtda niyat qilsiz siz ajzani niyat qilib turib masalan degandek ayyu zaydin ahsanu degandek mana mufrat kizab qilinib qoldi mufrat ma'rifga ayni zayddan iborat mufrat muarrab kizab qilinib qoldi asli durust bo'lmasi kerakdi lekin bu yerda durust bo'lib qoldi nima uchun deganda bu yerda ajzani niyat qilmoqqa eğer o ay tekrar kılsınız ya ki niyet kılsınız siz eczanın niyet kılsınız anandan keyin onu mufrat muarrabça izap kılınışkı buludu demekçidir. Eyyu zeydin ahsanu deganning o'zida bu qandaq eczani niyat qildik deganda ya'ni uning taqdiri ayyu eczai zeydin ahsanu degan bo'ldi deydi. Ayyu zeydin ahsanuning taqdiri zeyddan qayri bak chiroyli deganda yani zeydning parchalarining a'zolarining qaysi bak chiroyli degan bo'ldi o'shada ajza degan gap bu nima muqaddar deydi, manviy deydi, niyat qilingan yani taqdiri bor. Ma suratimizda buni mufrad muarrabga zabt qilishga bo'ladi deydi. Ha, va xususan bil ma'rifa. Endi o'ng chiqgan ayni nimaga mavsul deb qarab ma'rifaga o'ng chiqgan. Ay demek o'ng chiqqan bu ayni mavsul deb qarab turib ma'rifaga o'ng chiqqan. Yani nima demoqchi bu desa ay istifhomiy uchun kelar ekanda shartiy bo'lib keladi sifat bo'lib keladi mavsul bo'lib keladi deydi ay mush to'rt xil surat bo'lib kelar ekan istifhomiya shart
sifat va mavsul. Agar u mavsul bo'lib qolsa qanday qiladi deganda, agar o'ng chiqqan ayni mavsul deb ma'rifiga o'ng chiqqan. Ya'ni bu aynicho faqatla ma'rifiga zab qilindi. Mavsul bo'lganda. Masalan, yu'jibuni ayyuhum qa'imun degan o'xshash. Mana shu ayni bo'ldi. Buni hum degan ma'rifiga zamir majrur muttasil. Yani zamir jami g'oyib zab qildik. Bu muarrab bo'ldi. Mana muarrab zab qilinadi deydi. Qachon bu ay mana mavsul kelganda yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Aymeyada mevsul deydi. Allazi manisdan kelgan yoki allazi manisdan kelgan. Ammo musannifning boshqasi bu nekirigimi zab qilindi, lekin bu zab qilish naydi bak oz deb. Uni musannifdan boshqalar. Nekirga zab qilishgan bo'ladi, ammo u oz deb. Yu'jibuni ayyu rajulayni qama degandek, masalan. Manda ham kelib qolib qoladi, nakirga zab qilinibmi deydi. Ammo bu pek oz deydi. Bu bil aksi as-sifa. Endi o'ng chiqqan ayni nimaga aksilan sifatga o'ng chiqqan degani, ya'ni u ayni cho o'ng chiqqan ayni sifat deb aksilanki ma'rifning aksilanlam. Agar ay mavsul qilib qolsa, u nimaga ay agar ayni mavsul allazi ma'nosidan kelgan deb qilib qolsa, u faqat ma'rifaga kirdi, ammo nakir kirish pek oz. Asosan g'oliba ma'rifa kirdi. Agar u ayni biz mavsul emas sifat deb qilib qolsak, u ma'rifa nakir kirdi deydi. Masalan, marartu bi rajulin ay rajulin degandek ay mana shu yerda rajulin degan ism nakirning cho'z sutib keldi. Bunda qilganda bu sifat yoki holib qilib qolgan bo'lsa, mayli sifat bo'ldi. Bu holat uchun faqatla nakirga zab qilindi deydi. Va bil aksi sifatni o'ng chiqqan ayni sifatga akslan, ya'ni ma'rifdan akslan sifatga o'ng chiqqanga buna nakir bilan deydi. Yani ayni agar sifat qilib qolsam, u nakirga zab qilgan. Agar mavsul qilib qolsa, ma'rif zab qilish bo'ladi. Sifat deb qilib qolsak, nakirga zab qilindiki, nakirga o'ng chiqqan deydi. Marartu bi rajulin ayyi rajulin degandek masalan. وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. Eğer bu nima ay istifham bo'libdi yoki shart bo'libdi, bu ma'nan izobatni lozimchidir. Agar u ay shart bo'libdi yo istifham bo'libdi, u mutlaqo undan kalamni to'liqlayvergin, kamil qilib istifham bo'lsa yo shartiya bo'lsa, u ma'nan umuchu izobatni lozim tutuvchi. Ammo labzan izofat lozim tutmaydi. Ma'nan izofat lozim tutudiki, masalan nima deyildi u? Qandoq deganda ayyu rajulin indaka degandek masalan. Va ayyu indaka degandek. Ayyu rajulin indaka. Ma'noda nim bo'ldi bu deganda bu istifham bo'ldi. İstifham bo'ldiki, izofatni lozim tutgan bo'ldi. Ma'nan izofat bor. Va ayyu indaka deganda, masalan, va ayyu rajulun indaka deganda ma'no oshkormi deyli, irobi. Buni qandaqligi? Va ayyu indaka deganda, bu ay indaki bu izof qilindi. Ammo bu izofat ma'nan izofat qilindi-da, labzan emas. Ma'nan izofat qilinganligi ay tanvindan xoli bo'lganligi. Yani bunun muzafını iley muqaddar deganning bir sharti. Şunun alamisi. Qaysi bu ayyu deb
tanvinsiz o'qilganligi. Buning tagida muzofni bor ekan deb ma'nan bu izofat lozim tutibdi degan nuqtada emas, u labzan emas. Demak, ey mushunaqa istifhomiy bo'lsa qanday qiladi u vaqtda, ey agar istifhomiy bo'lsa uni izof qilindi. Ammo izof qilinishi ma'nan izof qilindiki, labzan emas. Eğer şartı yok qolsa umi shundoq. Masalan, ayya rajulin tadrib adrib debdi. Mana ayya rajulin. Buningda nim bo'ldi? Shart bo'ldi. Qandoq bir odamga ursang, urman degandek. Ayyan tadrib adrib ha, deganga o'xshash. Buningda bu shart ma'nosini bildirib keldi. Buni kalamda mutlaqo to'liqlig'in deydi. Mutlaqo deganlikning o'zina buningda e, mutlaqo to'liqlig'in. Ya'ni bunun deyaligi mufrat olsun, cemi olsun, musanna olsun degandek bu. Mutlaqo degan o'zida. Hmm. Xo'sh, va alzamu idofatan ladun va alzamu idofatan ladun fajar va nasbu g'udvatin biha va nasbu g'udvatin biha anhum nadar. Ola ilzam kıldı, bekitti ola. Nemine ladunga izafetini bekitti. Demek ladun o izafet lazım sudu bu demek. Çi bu mu? Ladun bu mu izafet lazım sudu? Bunu izaf kılış lazım deydi. Bu mu? İzafetin lazım tutan isimlerinin katarındır ladun. Mandak şeytkanda. İlzam kıldı, bekitti ola. Ladunga izafeti bekitti. Pajar. Onun deginço nim buludu degende o jar oldu o ladun vaqtda. Qandaq desmizlen ve allamnahu min ladunna ilma degende. Benim aşağıda min ladunna. O irab muqaddaran bu jar oldu. Çünkü bu izafatem. Ladun demek bu iftidai gayet bunun manisi. Bir zamanninki ladun degan gap bir nima bir zamanning ya makonning g'oyasining ibtidosi uchun. Bu arablarning ko'pincha qarashi mabni bu. Bu ladun. Bu mabniyning birisi. Nima uchun deganda bu bir xil ishlatilishning lozim tutishda harf o'qishib qolishqa. Bu ladunda hech qanday bir i'robi boshqa zir zivar pish ubug yo'tkirish bo'lmagandan keyin bir xil iste'molda bo'lgandan keyin qandaqki harfni bir holatini lozim tutdi mushu harfga o'xshash mush vadida o'shaniki qo'yilishida shaklda masalan ash harfniki qandaq harfmi bir xil bo'ladi o'zgarmaydi. O'xshash mushun bir xil holatni lozim tutishda harf o'xshab qolganligini jihatidan bu ko'pincha arablar bu ladunnicho bu mabni deb kelibdi. Bu ladunning ma'nosi zarfiyat ma'nosidir. Masalan oyat karim degandek liyunzira ba'san shadidan min ladun va allamnahu min ladunna ilma. Mesela ondan başka آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما بأسا شديدا من لدنه degandek mesela bu zarfiyet deydi ve iptidai gayet deydi. Ha. Müşciatin kemidi Kur'an-ı Kerim'de likilen bu minlen geldi deydi. Ne bu? Bu ledun ondan haber kılış dursa mesele. Lekin bu zarf ma'nosidan chiqqancha xabar qilish bo'ladi. Ya'ni u ladunni minlan jar qilish bilan
zarb ma'nosini chiqarib turib, anandan keyin onundan xabar qilish bo'ladi deydi. Bo'lmasa u ladunning ma'nosi faqat zarfiyat ma'nosi uqtirdi yoki ibtidol g'oyani uqtirdi. Buni zir qilish uchun, buni xabar qilish uchun yoki bundan bir narsani xabar qilish uchuncha o'zining zarfiyat ma'nosini chiqarish lozim bo'ladi. U chiqarish qanday, qaysi vaqt chiqadi shu bir narsadan zar harflar mendan iborat harflardan jar qilgan chog'da anandan keyin o zarfiyat ma'nosini chiqadi deydi. Shu vaqtda qanday qilindi onundan xabar berish durust deydi. Mushu jihatdan Qur'oni Karimda masalan kelganimiz minlan keldida va allamnahu min ladunna ilma deb bu zarb ma'nosini chiqarib turib. Xo'sh, ilzom qildi bekitula ladunga izofatni bekit. Qayerda bo'lsa bu ladun zari izofat qilmay kelmay demakda. Demak izof qilindi. U vaqtda jar qilgan o ladunni. Endi va nasbu gudvatin biha anhum nadar. Va gudvaning nasbi. Atsi. Degandek ma va nasbu gudva. Gudvatni nasbu qo'shin. Gudvatan deb nasbu qo'sh. U ladun bilan billayna. Ladun bilan izof qilinib kelgan chog'ning uzdimi bu gudvatni zavar o'qish ham nayt oz nodir ahvoldir. Nayt oz kelib qoldi yoki nadar bilmaz desak. Mesela da şiirde tentahidur ra'datu fi zuhayri min ledunuz zuhri ilal usayri deb. Min ledunuz zuhri deb meyada andam kept. Manı dugu ilke nimboğunu bu. Zırı okulga girem o. Yani mesela zevar okulga gelim ba. Mesela nimi deb وما زال مهري مزر الكلب منهم لدن غدوة لهم غدوة حتى دنت لغروب ديگندك لدن غدوة ما يادمنا غدوة نسب قلب قلب بوندق نسب قلشي غدوتنن نسب قلشي ay ladun bilen biha ladun qaytıdı da o Araplardan naiti bir azdır deydi. Ladun gudveten hatta denet li gurubi degan o'xshash. Gudvatning nasbi u ladun bilan u arablardan nayt kam nodir ahvolda yuz berib qolib qoldi deydi. وما مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل مع مع ومع ده azdır. Vah, ma gaplarni aytdi. Ma degan gap, ama shu ma'aning o'zidan ma deb o'qilishi u ma'ada nayt azdir. Ma'a mayda birinchi mubtada. Ma ikkinchi mubtada. Piha jar majrur qalil mutallaq. Bu ikkinchi mubtada va xabar qush hamiz jumlulub avvalgi ma'ning xabari. Bunda qiladi. Ma birinchi mubtada. Ma birinchi mubtada. Ma ikkinchi mubtada. Piha jar majrur qalil mutallaq. Qalilun ikkinchi mubtadaning xabari. Endi ikkinchi mubtada va uning xabari va uning mutallaq bo'lgan piha jumlatan bo'lib, avvalgi mubtada bo'lgan ma'ning xabari ma'noda. Va ma deb o'qilish u ma'da nayt azdir. Az keladi deydi. Va nuqil va yo'tkaldi naql qilindi pathanimi ma'da bunday o'qildi. Va kasrni naql qilindi. Kasrmi qilindiki maida. Nima uchun desa li sukunin yattasil. Birda bir sukun ulushib kelib qolgan chog'dacha ay sukundan ikki sokin muloqot bo'lib qolganlikning jahdidan sukundan qutulish uchun bu yerda kasr qilib o'qildi deydi.
O petha bunda sukun bilan muttasil bo'lganda keyingi ismga masalan maa deganda uning oxiriga bir ism kelib qolib qolsa uningda masalan mayli sakin bo'lsin mayli harakatli bo'lsin uninglar sukun ikki sakin iltimos kelmaydi. Gap ma'da. Ma bo'lganda keyingi ismda masalan u ma'dan keyin kelgan ismning beshi sakin bo'lib qolibdi. Masalan hamza vaslini sakin bo'lib qolibdi. U vaqtda bu ma'bur sakin ayin. U hamzasidan kelgan masalan ma ibni deyapti-da, mening o'g'lim bilan degandek. Ibni hamza vasli mayda. Sakin qilib o'qish lozim. Aytdi, yaxshi sanoqli. U vaqtda bu ism sakin bilan boshlandi. Sukunga ne bo'ldi? Bir sukun ulangan narsada shunisi kirib qolib qoldi. Bu vaqtda ikki sakin jami kelib qolgan bo'ldi-da bu. Ma'lan ma ibni degan o'xshash masalan. Bu vaqtda bu ikki sakinninki bir o'qishib qilishdan e, muloqot bo'lib qilishdan qochqanlikning jahdidan bu ma'ga qanday qilindi desa kasr harakat berildi. Nima dedi? Ma'ibni. E, Yine onundan başka onundan başka misallar bo'lsa kerak degandek. Buningda qanday qilgan bu endi kasrmicho naql qilindi demaydi deydi. Qachon bir sukun qo'llanib qolib qolsa. Ma ibni va ma bunun bir sakin meyada va o bir sakin ilib hamza vasl olganda ikki sakin muloqot qilib qoldi. Bundan qutulish uchun ham kasr ham naql qilindi deydi. Ma deb o'qilishmi bo'ladi? Bu ma'da fatham o'qilish ma'adab va naql qilindi fathani va kasr ham naql qilindi. Bu kasrni qachon naql qilindi deb bir sukun desa bir sukun chunki ulushib kelib qoladi u sukun ay ma'ga bir ism sakin ay ma'ga ulushib kelib qolgan chog'da uni kasrga harakat bir sakinga harakat bersa kasrga kirib ana qoida sarf qoidasi bo'yicha aytganda mushu vaqtning o'zida kasr ham arablardan kasr o'qilishdan ham naql qilindi deydi. واضمن بناء غير أن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم أمد زمقغن مبني دب غيرن زمقغن غيرن مبني دب أنا غيرو دب أقغن وغيرو مبني ولو ديد ضم زمقغن مبني دب ترب غيرن إن عدمت ما له أضيف eğer yok kıysan onunla idafet kılan nesin yok kıysan demek yani yok kıysan yani hazb kıysan demek işte in adimte ma lehu udipe yani onunla idafet kılan nesiniz yok kıysan diyelikimizi ay gayrige izaf kılan nersin üzerine meyli zemir olamdı meyli ismi zahir olamdı ay izafet kılan nesiniz hazb kıysan şu vaqtda naviyen maudima yo'q qilingan narsani niyat qilib turib ko'nglingga pukib turib shuni taqdiri shu ba deb turib u vaqtcha g'ayranni buni mabni deb damug'in deydi. Buni boshqa misol olish kerak bunga. Xo'sh. قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو أم قبل bunu mu mebni kılın deydi. Kablu mu gayrı okşuştur. Ba'du mu şunu okşuş. Hasbu evvelu dunu vel cihat. Cihattin cihat sitte. Hem digine bu mu hem ay gayrı okşuşu
Mebni. Kaçan aşın izap kılınan nesinin özüne aşın izap kılınan nesine hasb kıysak. Ama bir şart ay izap kılınan aşı yok. Hasb kılınan nesini konuğumuzda muş takdir muş bati dep yok kılınan nesini niyet kılınan halette. Konuğumuz yüksek. Muş muzafilay babıdan teyde dep ayda karganda muş şu nerslerinin özü بعده قبله بعده حسبه أوله دون جهات ستة كده يمين شمال أمام خلف فوق تحت تقلا وعلو تقلا أزمة همسي غير وخشش بنمو ضمق غين مبني دبترب ضمق غين لكن برشتني ما أدسا bunundaki mudafın ileyni yoqvatqın hem şunun yoqılmağılığını niyet qılğan halat yok qılğan dedi. Şu vaqtımızda niyetimiz bo'lgan chog'da ama mudofaa bor degandan keyin u zam o'qiladi-da, pish o'qiladi, do'ppish o'qilmaydi da. Nima uchun deganda bu mudof deganlikni belgisi mudof hech qachonda tanvin o'qilmaydi-da. Tanvin o'qilmaganlikni mudof bo'lganlikning belgisi buni. Va mum binoan shu. Ama mudof borkan aslida deganlikning belgisi. Masalan, bunun da bir necha holatlar bor ekan. Hmm. Tamam bu bak cık vaktinalığında kıldı. Ve a'rabu nasban iza ma nukkira qablen ve ma min ba'dihi kad zukira ve irabbe di bu nahyi ulamaları nimige dese bu kablenge nesbini irabbedi. Kaçan bunu ço nekir kılınsa kaçan bunu ço nekir kılınsa bu nahyi ulamaları bu kablenge nasbi irabbedi. وبرناسخ شنو نسب رباديكي اي قبلدن كينكي ناسكي چوقم ذكر قلنغان قبلدن كينكي مثلا غير بعد حسب اول مشروع هم صغا قندا قلده ديگنده نسب إرابن بعده bir şart مشو nekir قلنسا ديدو bunun demek nekir قلنسا degelikni o'zi buningdagi oxirgi izofat ne? Az kılgan näsin uzun niyet kılmasak diyen çıktı da bundan. Niyet kılmaganda. Eğer niyet kılıp kap kalsak o vakit o tenvin kılınmaydı. Nasip okulmaydı. Fatih kılınırdı o. Eğer bunu bu şu ne bulganda ahirdeki mudafınla yine az kılgan näsinin üzerine niyet kap kalsak tenvin kılmaydı. Hmm. Ve arabu nasban ida ma nukkira. Mesela kanda artısa Lillahil emru min qablin ve min ba'din degendek. Qabl ve ba'dnin cerle okuldu bana. Ve o ikisini çoğu hem tenvinilen okuldu. Şunu okşaştaydı. Nemi için degende bu hem nekire. Qabl ve ba'd nekire. Bunuğa nasb irabbalık kim tenvinilen okuldu. Ve bunun çoğu mudafilay hem menvi bulmadı. Bu kablo ve kablin kinki başka gayrı ba'd o budgenle. Muşan hemmisiga bu nahvi olmalar çok nasbini irabadin deydi. Hoş. Va dersimiz bir şey hiç buludu inşallah. Kinki devamı kegirden başında inşallah. Ve ahru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.